Assalomu alaykum. Ko'z qo'yamiz obunachilari. Bugun Dahua brendidan 2311 yangi modelimizni obzorini qilib beramiz. Bu vizimnoyimiz 3 megapiksellik kamera bilan jihozlangan, mikrofoni bor, kolonkasi va knopkasi bor. Knopkasining atrofi yonadi, har xil svetda yonadi, qizil yonadi, oq yonadi va karta qabul qiladigan imkoniyati bor. Xo'p, endi LAN kabeli bor. LAN kabeli set kabelga ishlatsangiz bo'ladi, Wi-Fi ga ishlatsangiz bo'ladi, monitorlarni ulash uchun kerak bo'ladi. Va bu porti eshiklarda zamoyiga, signalizatsiyaga ishlaydi va eng imkoniyati bor narsa bu chip modeli. Chip modeli qanaqa? Endi chip tushadigan porti. Chip tushadigan portiga 128 lik chip qo'ysangiz bo'laveradi bemalol. Bu chipni qo'ysangiz saqlanib qiladi. Bu vizimnoyni siz telefoningizga ulab olsangiz, knopka chalinganda siz telefoningizga vizib boradi, chip qo'yilganligini hisobiga zapis qilaveradi. Siz monitorga ulamasangiz ham buni ishlatsangiz bo'laveradi. Bu modelda ikkita kranshteyni bor. Bu kranshteyni tashqi kranshteyni yomg'ir sasidan bemalol himoya qila oladi. Va ikkinchi kranshteyni temir kranshteyn bo'ladi. Buni alohida joylarga moslab qo'ysangiz bo'ladi. Sog' bo'lasizlar.